Diqqat, aholiga tezkor xabar. 2026-yil 1-iyundan O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi tariflar joriy etiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari narxlarini belgilash to'g'risidagi qarorida ma'lum qilindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Hukumatning avvalgi qaroriga ko'ra, elektr va gaz narxlari har yili 1-maydan boshlab 10% dan oshmagan miqdorda indeksatsiya qilinishi belgilangan edi. Yangi tariflarga muvofiq 1 va 2 guruh iste'molchilari uchun elektr energiyasining 1 kWh 1100 so'm etib belgilandi. 4-guruh iste'molchilar uchun ham shu narx saqlanib qoldi. 3-guruh, jumladan aholi uchun tabaqalantirilgan tarif tizimi amalda qoladi. Markazlashgan elektr plitali ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda yashovchilar uchun oyiga 200 kWh-gacha 325 so'm, 201 dan 500 kWh-gacha 450 so'm, 501 dan 1000 kWh-gacha 550 so'm qilib belgilandi. Qolgan maishiy iste'molchilar uchun esa 200 kWh-gacha 650 so'm, 201 dan 500 kWh-gacha 900 so'm, 501 dan 1000 kWh-gacha 1100 so'm bo'ladi. Yuqori hajmda elektr ishlatuvchilar uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlanib qoladi. Tabiiy gaz bo'yicha aksariyat iste'molchilar uchun 1 kub metr gaz narxi 2000 so'm etib belgilandi. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari uchun tarif 1 kub metrgacha 2750 so'm bo'ladi. Aholi uchun gaz tariflari ham tabaqalashtirilgan holda qoladi. Isitish mavsumida oyiga 500 kub metrgacha, boshqa mavsumlarda 100 kub metrgacha, iste'molchilar uchun 1 kub metr gaz 1100 so'mgacha hisoblanadi. Qarorda energiya resurslarini yetkazib berishdagi yo'qotishlarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va xizmat sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 31-martda qabul qilingan qarorga muvofiq elektr va gaz narxlari har yili bir marta indeksatsiya qilib boriladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.